Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, traktor texnika ishqibozlari, arzon va sifatli texnika qidirib yurgan akalarimiz uchun aynan mana shu modeldagi traktorimizni tavsiya qilamiz akalar. Bu traktorlarimiz haqida videoni oxirigacha ko'rib borsalaring to'liq ma'lumot berib, narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Bu traktorlarimiz ko'rib turganlaringdek KT modeliga tegishli 354 modeldagi 4 porshinli 35 ot kuchli traktorimiz hisoblanadi akalar. 4x4 tortadi, hamma balonlari baravar tortadi hamda rollari gidravlika bo'ladi. Balon razmerlari esa 60 agatga zavodskoy tushadi. Hamda 70 agatga balonlarni o'rnini almashtirib moslab ishlatsalaring ham bo'laveradi. Bu traktorlarimiz skorslari avtomat korobkali bo'ladi. Orqaga ham, oldinga ham bir xil tezlikda yursa bo'ladi. Zatni oldi alohida bo'ladi, tezliklari alohida bo'ladi akalar. Rollari aytganimdek gidravlika holatda bo'ladi. Tablolari ham o'ta chiroyli qilib ishlangan akalar. Salarka boklari shu tarpidan tepasida joylashgan bo'ladi. Bemalol ochib, salarka quyib haydab ketaverasizlar. Patsoslari, o'chiradigan joylari ham shu yoniga qo'yib ketilgan. Hamma dastaklari qo'yilgan joy-joyiga, quyon toshbaqa tezliklari hamma yo'g'i bor. Balonlari 11 ga 24 balonlardan qo'yilgan bo'ladi. Arqalariga toshlari ham bor. Oldi balonlariga esa 650 ga 15 balonlardan qo'yilgan bo'ladi. Bu traktorlarimiz navesli variantidan bo'ladi. Kabinali variantlari hali yo'q akalar. Kabina yasab ishlatsalaring bo'laveradi o'zlaring perdilka qilib. Orqalariga keladigan bo'lsak, orqalari tashqi silindrli, ichki bartovoy variantda bo'ladi akalar. Ko'rib turgan bo'lsalaring. Bu traktorlarimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 120 million so'mdan qilib beramiz. Kamini qilib beramiz akalar. Manzilimiz Namangan viloyati Pop tumaniga qarashli Pereval yo'lda joylashgan. Keladiganlar uchun lokatsiyalar tashab beriladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Narxini aytganimdek 120 million so'mga kamini qilib beramiz yana. Keladigan akalarimizga 12 ta viloyatga dastavkalarini ham qilib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Optim narxlarda qilib beramiz akalar. Garantiyalari bor bu traktorlarimizga. To'lov usullari faqat naqd pulga bo'lib to'lash, kredit pul o'tkazish usullari yo'q. Bemalol murojaat qilaverasizlar.